Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qisosun Nabiyin kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. Biz demak yangi qismga yetib keldik, yangi bir bo'limga. Shuning uchun alohida Bismillahirrahmanirrahim deb ajratib boshlagan ekan. Demak, bu bo'limdagi birinchi mavzu Mu'minu ali Firavna. Firavn oilasining mu'mini. Yani Firavn oilasidagi o'sha mu'min kishi. Bu yerda mu'minu mudof bo'lyapti, ali mudofun ilayhi bo'lib, o'zi keyin yana mudof bo'lyapti. Firavna bo'lsa alga mudofun ilayhi bo'lib, majrur jar alomati kasrani o'rniga fatha, chunki g'ayru musarrif bo'lgan uchun. Walamma arada Firavnu an yaqtula Musa qama rajulun min ali Firavna yaktumu imanahu. Bu yerda gapni boshida kelgan mana bu vovga ma'no berib o'tirmaymiz, chunki bu atf emas, ya'ni o'zidan oldinga bog'lanmaydi, balki bu istinof, shu gapni boshida kelganda ma'no berilmaydigan bu. Qachonki Firavn Musoni qatl qilishlikni iroda qilgan vaqtda Firavn oilasidan iymonini yashirib yurgan holatdagi bir kishi turdi. Va qala va aytdi. Ya'ni boshdan ma'no bersak, Firavn Musoni o'ldirmoqlikni iroda qilgan vaqtda iymonini yashirib yurgan holatdagi Firavn oilasidan bir kishi turdi va aytdi. Ataqtuluna rajulan an yaqula robbiyalloh. Bir kishini Robbim Alloh deb aytganligi uchun qatl qilasizlarmi? Ya'ni bu yerda mana bu an yaqula nima deb ma'no beramiz? Li an yaqula ma'nosida beramiz. Ya'ni taqdirda nima bor? Lom borda, ya'ni Robbim Alloh deb aytganligi uchun, ya'ni bir kishini Robbim Alloh deb aytganligi uchun qatl qilasizlarmi? Va holanki va qad ja'akum bil bayinati min robbikum. Va holanki dar haqiqat sizlarga Robbingizdan ochiq hujjatlarni keltirdi-ku. Va qala ar-rajulu ar-rashidu min ali fir'auna limadha tata'arraduna li Musa va limadha tu'dhunahu. Bu yerda e'tibor bersak, yuqorida boshda rajulun nakira bo'lib keldi, noaniq bo'lib. Chunki bizga hali u aniq emasdi. Endi u haqida gap o'tgandan keyin bizga aniq bo'ldi, u bilan tanishib oldik. Shuning uchun endi ar-rajul bo'lib ma'rifa ko'rinishi kelyapti. Ya'ni aytayaptiki, Firavn oilasidan bo'lgan aqlli, fahmli, o'sha Rashid bo'lgan kishi aytdi. Rashid shu aqlli, aql bilan ish qiladigan degan ma'noda. Ya'ni Firavn oilasidan Rashid, aqlli, farosatli, fahmli kishi aytdiki, nima uchun Musoga to'sqinlik qilasizlar? Qarshilik qilasizlar? Va nima uchun unga aziyat berasizlar? Idza lam tu'minu bihi fatrukuhu wa sha'nahu. Agar unga iymon keltirmasanglar, uning ishi bilan birga uni nima qilinglar? Tark qilinglar, o'z holiga qo'yinglar. Va sha'nahu bu yerda nima bo'lyapti? Ma'a sha'nihi ma'nosida bo'lyapti. Ya'ni bu yerda ma'a ma'nosida bo'lyapti. Sha'nahu shunda maf'ulun ma'h bo'ladi. Ya'ni Musoni ishi bilan, holati bilan qo'yinglar, tark qilinglar. Va khallu sabilahu va uni yo'lini xoli qo'yinglar. Va in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu. Agar u yolg'onchi bo'lsa, yolg'oni o'zini ziyoniga, zarariga bo'ladi. Ala bu yerda zarar ma'nosida. Bu yerda in nima? Shart harflardan. Nima qilardi u desa, ikkita fe'lni majzum qilardi. Mana bu yerda yaku o'zi kana yakunu bo'lib, yakun bo'lishi kerak aslida. Va in yakun bo'lib. Lekin bu ko'p ishlatilgandan nun ba'zan tushib ketadi. Ya'ni lekin o'zi aslida qanday kelishi kerak desa, va in yakun bo'lib, mana bu in bilan majzum bo'lishi kerak. Chunki bu yakun nima, inni nimasi bo'lyapti? Shart bo'lyapti. Javobi mana bu fa'alihi kadhibu jumlasi bo'ladi. Va idza adaytumuhu va waqa'tum bihi va kana nabiyyan falakumul waylu. Va agar unga aziyat bersanglar va u bilan voqea bo'lsanglar va u nabiy bo'lsa, nima bo'ladi desa, sizlar uchun vayl bo'ladi, halokat bo'ladi. Bu yerda va waqa'tum bihi, ya'ni voqea bo'lishlik. U bilan voqea bo'lishidan maqsad bu yerda u bilan kurashsanglar degan ma'noni bersak bo'ladi inshaalloh. Ya'ni u bilan kurashsanglar va u nabiy bo'lsa, sizlar uchun vayl bo'ladi, holinglarga voy bo'ladi, halokat bo'ladi deb. Va in yaku sodiqan yusibukum ba'du allazi ya'idukum. Agar u yakununi nimasi? Ismi mahzuf, taqdirda huwa bo'lib, undan murod nima? Muso alayhisalom. Agar u
sodiq, rostgo'y bo'lsa, sizlarga va'da qilgan narsalarning ba'zisi yetib qoladi. Ya'ni shu balo, musibatlar, azoblar yetib qolishi mumkin. Va ya ikhwani la taghtarru bi mulkikum va la taghtarru bi quwwatikum va junudikum. Ey birodarlarim, o'zingizni mulkingiz bilan yoki bo'lmasa oddiygina, ey birodarlarim, mulkingiz bilan mag'rurlanmanglar. Quvvatingiz va nima junudun bo'ladi, ya'ni qo'shinlaringiz bilan, askarlaringiz bilan, quvvatingiz bilan mag'rurlanmanglar, g'ururga ketmanglar. Va yana aytdiki, ana shu aqlli kishi iymonini yashirib yurgan. Ey qavmim, bugun mulk sizlarniki, ya'ni yerda sizlar hukmron bo'lib turibsizlar. Yerda zohir bo'lib, ya'ni oliy bo'lib, g'olib bo'lib turgan holatda. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Agar bizga kelsa, Allohning azobidan bizga kim yordam beradi? Ya'ni Alloh taolo azob kelib qolsa, kim endi bizga yordam beradi? Ya'ni aytmoqchiki bu yerda bugungi mulk sizlarniki bo'lib turibdi. Endi o'zingizlardan ketib, o'sha Musoni yolg'onchiga chiqarib, u bilan kurashib, Allohning azobiga duch kelib qolmanglar. Agar Alloh taoloning azobi tushadigan bo'lsa, Alloh azobidan sizlarni hech kim man qila olmaydi, sizlarni hech kim nima qila olmaydi, himoya qila olmaydi. Va kana javobu Fir'auna an qol. Fir'aunning javobi quyidagicha nima aytishlik bo'ldi. Ma urikum illa ma ara va ma ahdikum illa sabila rashad. Fir'aun demak javobi nima bo'ldi desa, ma urikum illa ma ara. Men sizlarga faqat o'zim ko'rgan narsanigina nima qilaman, ko'rsataman, ya'ni maslahat beraman. Bu yerda ma urikum, ya'ni sizlarga ko'rsatmayman, ya'ni sizlarga maslahat bermayman. Illo o'zim ko'rgan, ya'ni o'zim ma'qul deb ko'rgan narsanigina sizlarga nima qilaman, maslahat beraman. Va ma ahdikum illa sabila rashad. Men sizlarni faqat to'g'ri yo'lga, rushd yo'liga, to'g'ri yo'lga nima qilaman, boshlayman. Ya'ni bu kishi qilmoqchi bo'lgan, o'ylamoqchi bo'lgan, ya'ni o'ylagan, fikr qilgan narsa nima desa, shu Muso alayhisalom qatl qilishlik. Va arada ar-rajulu ar-rashid an yuhadhdhira qawmahu su'al aqibati va masira az-zalimin. Shu fahmli, aqlli kishi qavmini yomon oqibatdan qavmini ogohlantirmoqlikni va zolimlarni oqibatidan qavmini ogohlantirishlikni iroda qildi. فقال aytdiki, ya qawmi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud walladhina min ba'dihim wama Allahu yuridu zulman lil 'ibad. Keyin ana shu fahmli, aqlli kishi aytdiki, ey qavmim, albatta men sizlarning ustinglarda firqalarning kuniga o'xshashidan nima qilaman, qo'rqaman. Keyingi mithla nima bo'lyapti? Birinchi misladan badal bo'lyapti. Ana shu firqalarni aytayaptiki, Nuh, Od, Samud qavmi va ulardan keyingi kishilarning nima odatlariga o'xshash. Va mallohu yuridu zulman lil ibad. Alloh taolo bandalariga, vaholanki Alloh bandalariga zulmni istamaydi. Misla da'bi degani, ya'ni misla adati ma'nosida, ya'ni da'b ya'ni odat degani. Ya'ni bu yerda aytmoqchiki, men sizlarga oldingi o'tmishda o'tgan ahzoblar, ya'ni guruhlar, qavmlarni kuni boshingizlarga tushishidan qo'rqaman. Ya'ni misol uchun Nuh, Od, Samud va ulardan keyin kelgan, ya'ni shu Nuh, Od, Samudni qavmiga o'xshash, ya'ni kofir bo'lgan, payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan, ana shu qavmi odatidan qo'rqaman. Ya'ni ularni odati nima deysa, ya'ni kufr keltirardi. Ya'ni payg'ambarlarga kofir bo'lishardi. Keyin Alloh taoloning odati bo'lsa, ularni dunyoda nima balosini yuborardi, azobini yuborardi va oxiratda ham ular azobga duchor bo'lardi. Va khawwafahumur rajulur rashid yawmal qiyamah. Aqlli kishi ularni qiyomat kunidan nima qildi? Qo'rqitdi. Va ma yawmul qiyamati. Qiyomat kuni nima? Qiyomat kunini aytayaptiki, yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi va sahibatihi va banihi. U kunda, shu qiyomat kunida kishi o'zini aka-ukasidan, onasidan, otasidan va sohibasi, ya'ni o'zini doim yonida yuradigan shu ayolidan va o'g'illaridan nima qiladi? Qochadi.
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Har bir kishi uchun, ulardan har bir kishi uchun ana shu kunda o'zini mashg'ul qilib turadigan bir ishi bo'ladi. Chunki bu yerda ya'ni yughni ashg'ala yushghilu, ya'ni yushghiluhu degan ma'noni beramizda. Ya'ni ulardan har bir kishini ana shu kunda o'zini mashg'ul qilib turadigan, o'ziga yetarli bo'lib turgan nimasi bo'ladi? Ishi bo'ladi, tashvishi bo'ladi. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Fala ansaba baynahum yawma idhin wa la yatasaalun. Al-akhillau yawma idhin. Al-akhilla degani ya'ni qalin do'stlar degani. Ana shu kunda, oxirat kunda do'stlar bir-birlariga, ba'zilariga, ya'ni bir-birlariga dushman bo'ladi. Ya'ni zalolat, kufr ustida bo'lgan, botil ustida bo'lgan do'stlardir. Ya'ni do'stlar ana shu kunda ba'zilariga, ya'ni bir-birlariga dushmandir. Magaram taqvodorlar mustasno. Taqvodorlar dunyoda taqvo ustida, iymon ustida do'stlashganlar oxiratda ham bir-biri bilan do'st bo'ladi degan. Fala ansaba baynahum yawma idhin wa la yatasaalun. O'rtalarida ana shu kunda nasl nasablar bo'lmaydi va bir-birlaridan nima xola-xola ham so'rashmaydi. Chunki hammani o'ziga tashvishi yetarli bo'ladi. Yawma yunadil malikul jabbar limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. U kunda jabbor bo'lgan malik, podshoh bo'lgan zot nido qiladi. Bugun mulk, saltanat kimniki? Qahhor bo'lgan yolg'iz Allohniki. Yuqoridagi mana bu al-jabbar ismini ma'nosini aytib o'tib ketsak, al-jabbar ismini ma'nosini bir qancha ma'nolarni aytishgan. Shulardan biri o'sha Shayx Sa'diy rahimahulloh aytganki, al-jabbar ismi ya'ni oliy degan ma'noda, eng oliy. Yoki bo'lmasa Ibn Abbos radhiyallohu anhuma al-jabbarni azim ma'nosida, ulug', oliy degan ma'noda deb aytgan. Azim ya'ni ulug' degan ma'noda aytgan. Va yana al-jabbarni o'sha Shayx Sa'diy aytganki, ma'nosini qahhar ma'nosida ham. Ya'ni qahr qilguvchi, bandalarning ustida g'olib bo'lgan, hammadan o'sha manaman degan o'sha podshohdan ham g'olib bo'lgan degan ma'noda, ya'ni qahhor. Va yana jabborning yana bitta ma'nosi o'sha zaiflar, ojizlar, qalblari singan kishilarni nima qiluvchi? Jabir, ya'ni yamovchi. Ya'ni ularni o'sha misol uchun zaif bo'lsa, unga quvvat beradigan, ko'ngli singan bo'lsa, ko'ngliga nima? Taskinlik beradigan va hokazo ma'noda. Mehribon o'sha ko'nglini nima qilish, yamovchi degan ma'noda. Qahhar bo'lsa, mana bu yerda bu ham o'sha g'olib degan ma'noda. Ya'ni shunda ma'nosini olib qoladi. Ana shu kunda jabbor bo'lgan, malik bo'lgan, ya'ni podshoh bo'lgan zot nido qiladi. Endi bu o'rinda jabbor o'sha g'olib degan ma'noni bersa yaxshi, ya'ni qahhor ma'nosida. Ya'ni hamma mahluqotlarga qahr qilgan, ya'ni g'olib bo'lgan podshoh ana shu kunda nido qiladi. Bugun podshohlik, mulk kimniki? Keyin o'zi Alloh taolo javob berib aytadiki, lillahil wahidil qahhar. Yakka yagona qahhor bo'lgan, ya'ni hamma mahluqotlardan g'olib bo'lgan Allohniki. Yawma yafza'u an-nasu wa yasrukhun wa yunadi ba'duhum ba'da wa yawma yuwalluna mudbirina ma lahum min Allohi min 'asim. Yawma yafza'u an-nasu wa yasrukhun. U kunda insonlar dahshatga tushadi va yasrukhun, soroq yasruhu, baqir-chaqir qiladi. Ya'ni dodvoy solib hamma baqir-chaqir qiladi. Va yunadi ba'duhum ba'dan, bir-birlariga, ba'zilariga nido qiladi, jar soladi. Va yawma yuwalluna mudbirin. Va ana shu kunda hammalari orqa o'girib nima qilishadi? Tun-taraqay qochishadi. Ma lahum min Allohi min 'asim. Ular uchun Alloh taolodan, ya'ni Alloh taolo tarafdan keladigan biror bir azobdan, ya'ni min 'asim, ya'ni biror bir saqlaguvchi bo'lmaydi. Ular uchun, ya'ni insonlar uchun Allohdan biror bir saqlaguvchi nima yo'q bo'ladi. Asim saqlaguvchi. Faqala ar-rajulu ar-rashidu. Rashid aqlli kishi aytdi: "Va ya qawmi inni akhafu alaykum yawma at-tanad, yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allohi min 'asim, wa man yudlilillahu fama lahu min had." Va ya qawmi inni akhafu alaykum yawma at-tanad.
aytdiki: ey qavmim, albatta men sizlarga nidolashuv kunidan, ya'ni hamma bir-biri bilan nidolashadigan kundan qo'rqaman. Yawma tuvalluna mudbirin, ya'ni orqa o'girib qochadigan, ya'ni sizlar orqa o'girib qochadigan kundan qo'rqaman. Valla mudbiron, ya'ni o'sha mudbir bu yerda qochishlik ma'nosida bo'lyapti. Orqa o'girib qochishlik, ya'ni ikkaloviga shunday ma'no qo'shib ma'no beramiz. Ortga qarab nima qochadigan nima kundan qo'rqaman. Yoki bo'lmasa u kunda sizlar nima orqa o'girib qochasizlar degan bo'ladi. Malakum minallohi min asim, sizlar uchun Allohdan biror bir nima himoya qilguvchi, saqlaguvchi bo'lmaydi, qutqarguvchi bo'lmaydi. Kimniki Alloh taolo adashtirsa, u uchun, ya'ni ana shu adashgan kishi uchun hidoyat qilguvchi yo'qdir. Bu yerda biror bir hidoyat qilguvchi deb ma'noni yana ham ta'kidlasak yaxshiroq bo'ladi. Chunki mana bu min nima bo'ladi? Yana ham ma'noni kuchaytirib beradi. Va qala ar-rajulu ar-rashidu innalloha qad wahabakum ni'matan walakinnakum ma araftum fadlaha wa ma qaddartumuha haqqa qadriha hatta idza dhahabat ta'assaftum 'alayha. Va ana shu aqlli kishi aytdiki, albatta Alloh taolo dar haqiqat sizlarga ne'matni nima qildi, berdi. Vahaba ya'ni hadya qilish, tortiq qilish, berishlik degan. Va lekin sizlar ana shu ne'matni fazlini tanimadinglar va ana shu ne'matni haqiqiy bir nima qadrini bilishlikda nima qilmadinglar? Ana shu ne'matni haqiqiy bir miqdorda uni qadrlamadinglar. Hattoki ana shu ne'mat ketgan vaqtda ana shu ne'matga afsus chekdinglar. Zalika Yusufun nabiyyu alayhi salatullohi va salamuhu allazi ma araftumuhu va lam taqdiruhu qadrahu. Ana u payg'ambar bo'lgan Yusuf. U shunday kishi ediki, sizlar uni tanimadinglar va uning qadrini, ya'ni uni va lam taqdiruhu qadrahu, ya'ni uni qadri qiymati bilan nima qadrlamadinglar. O'zi mana bu va lam taqdiruhu qadrahu mana shunga o'xshagan ibora Qur'onda ham kelgan, va ma qadarullohi haqqa qadri degan o'sha oyatda ham keladi. Ya'ni mana shuni ma'nosida nima deb aytishgan esa, ma azzamuhu haqqa azamatihi, ya'ni Alloh taolo ular haqiqiy nima qadrlashmadi deb ma'no beramiz. Ana shuni tafsirda nima deb aytishgan? Ya'ni Alloh taoloni haqiqiy ulug'lashmadi yoki bo'lmasa ma wasafuhu haqqa sifatihi, ya'ni Alloh taoloni haqiqiy sifatlari bilan sifatlashmadi degan ma'noni berishgan. Ya'ni bu yerda ham shunga o'xshagan ma'noni bersak bo'ladi. Ya'ni Yusufni haqiqiy sifatlari bilan sifatlashmadi, ya'ni haqiqiy bir qadrini, hurmatini nima qilishmadi, hurmati bilan ular uni hurmat qilishmadi, ulug'lashmadi. Walakinnahu lamma mata qultum subhanallohi nabiyyun walaka Yusufa. Va lekin u, ya'ni Yusuf qachonki vafot etgach aytdingizki subhanalloh, ya'ni bu ta'jublan. Nabiyun, ya'ni nabiyun xabar bo'ladi, mubtadosi huwa, ya'ni u payg'ambar. Ya'ni o'lgandan keyin subhanalloh u payg'ambar ekan deyapsizlar-da. Walaka Yusufa, Yusuf kabasi yo'q deb aytdilar, ya'ni o'lgandan keyin. Malikun walaka Yusufa. Rajulun walaka Yusufa. Malikun ya'ni huwa malikun. U podshoh edi va Yusuf takasi yo'q deb aytdilar. Va u rajul, ya'ni haqiqiy erkak kishi edi. Haqiqiy bir odam edi, kishi edi va Yusuf takasi yo'q edi deb aytdilar. Va man lana bi nabiyyin ba'dahu man lana bi mithlihi. Biz uchun undan keyin va man lana bi nabiyyin ba'dahu, undan keyin ya'ni Yusufdan keyin kim biz uchun payg'ambar bo'ladi? Man lana bi mithlihi, biz uchun kim endi unga o'xshash bo'ladi, ya'ni bizga kim ham unga o'xshash bo'lib keladi, o'xshashi bo'ladi demoqchi. Abadan lan ya'ti mithluhu, hech qachon, hargiz unga o'xshashi kelmaydi. Va laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayinat, dar haqiqat sizlarga Yusuf bundan oldin ochiq hujjatlarni olib keldi. Famaziltum fi shakkin mimma ja'akum bih, sizlarga olib kelgan narsalarda, ya'ni Yusuf alayhisalom olib kelgan narsalarda
shak shubhada davom etdinglar. Hatta iza halaka qultum lan yab'athallohu min ba'dihi rasula. Hatto qachonki halok bo'lgandan keyin aytdinglarki, Alloh taolo hargiz undan keyin biror bir rasulni yubormaydi deb aytdinglar. Ya'ni tirikligida qadrlamadinglar, iymon keltirmadinglar, vafot etgandan keyin ko'tar qildinglar. Kazalika taf'aluna ba'da hadha an-nabiy ayda wa tandamun. Xuddi shuningdek mana bu nabiydan keyin ham mana shunaqa qilyapsizlar. Ya'ni mana shu nabiydan keyin ham mana shunday qilasizlar va nadomat chekasizlar. Ya'ni bu yerda mana bu nabiydan maqsad Musa alayhisalom. Mana bu payg'ambar, ya'ni Musodan keyin ham ana shunday qilasizlar va nadomat chekasizlar. Ya'ni tiriklik paytida qadrlamaysizlar, balki qatl ham qilasizlar, keyin o'lgandan keyin nima qilasizlar? O'zingizlar pushaymon bo'lib, yuqoridagi gaplarni gapirib yurasizlar. Tirikligida nima qilmaysizlar? Qadrlamaysizlar deb aytyapti. Shu yerda to'xtatamiz. Kelgusi darsda ikkinchi mavzudan davom ettiramiz. Alloh taolo darslarimizni manfaatli va davomli qilsin. Vallohu a'lam.